Assalomu alaykum. Men Ravshan va Dilnoza Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 41-umumiy o'rta ta'lim maktabida 1-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Men hozirda pedagogik mahorat markazida tinglovchi sifatida malakamni oshirgan kelganman. Ta'lim jarayonida bizga malakali ustozlar, tajribali ustozlar darsga kiryaptilar. Bizlarga yangi metodiklarni, darslarda kreativ yondashishni, kritik fikrlashni hamda hamjihatlikda faoliyat yuritishimizga yordam beryapti. Ta'lim jarayonida dars bergan ustozlarim Shodiyeva Jamila ustoz, Rabbanayeva ustoz hamda Nurmanova ustozlardan juda ko'p yangiliklar oldim. Men o'z tashakkurimni, rahmatimni aytaman. Tinglovchilar nomidan esa jonkuyar ustozlarimga katta rahmat aytaman. Men o'zim eng yoqtirgan she'rimni shu ta'lim jarayonida bizga dars berib kelayotgan ustozlarimga bag'ishlayman. Siz so'zlagan lahza 30 juft ko'zrom. Ilm va toliblarga berasiz orom, sizga ta'zim, sizga yana ehtirom, vatanimning dono muallimlari. Tiniq tuyg'ularga tiniqlik solgan. Yoza ba'zan qo'llari tolgan, bolalar ko'ngliga yo'l topa olgan vatanimning dono muallimlari. 45 daqiqaning sirin kim bilar? Sochingiz oqiyu qorasi ular, tartib va intizom hamisha bo'lar vatanimning dono muallimlari. Hosil beraversin ekkan doningiz. Luqmangiz haloldir, yegan noningiz pok bo'lsin doimo, pok iymoningiz vatanimning dono muallimlari.